Assalomu alaykum YouTube va Instagram kuzatuvchilari. Yana bitta Pena blog uskunamiz dastavka jarayoni. Samarqand ikkinchi apparatimiz Qashqadaryo chiqarish jarayoni mana dastavka bolalar yevro qolipda bo'lgan, ikki tomonga ochiladi, shanerli bo'lgan. Sezon boshlandi akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 3 ta qolip, mana 2 ta kompressor, 2 ta gaz baloni. Bemalol aloqaga chiqib, pastdagi nomerlarga zakaz bersanglar bo'laveradi. Dastavchi akalar bilan ishlayapti. Obora o'rnatib, quyishlari ko'rsatib kelishadi. Uy bo'lgandan keyin pulsani urasizlar. Mana Arqon bor, arqon. arqon mana. Mana sezon boshlandi akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Men soat kech payt 1 bo'lishiga qaramasdan yuklab yotibmiz aka. Sizlar uchun tunu kun xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar.